Okay, I think now it's visible. Let me share my video as well. Okay. Hop, o'zim ham ko'rinayotgan bo'lishim kerak hozir. Kamtam ozgina anaqa bo'ladi. Hop, hammaga assalomu alaykum. Menimcha hozir ko'rinyapti endi. Yep. Hop. Rekord qilyapman, adashmasam. Stop screen, stop video. Rekord qilgandan ko'ra bo'ladi. Yep, I think I'm recording. Yep. Hop, hammaga assalomu alaykum. Keyingi video walkthroughga xush kelibsizlar. Bu video walkthroughda Cambridge 21 ikkinchi test, 3-passage Artificial Intelligence, ya'ni sun'iy intellekt passagini ishlab ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. O'tgan videolarda o'sha test 1, test 2dagi o'sha passage 1larni ishlab ko'rsatganman. 13ta topganimiz, qanday qilib o'sha nimalar, qanaqa texnikalar qilganimiz, qanday qilib yondashganimiz hammasini ko'rsatganman. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bugungi darsda ham 14 ta savol bor ekan bizning bu yerda. Bugungi darsda ham iloji boricha 14 dan 14 ta topishga harakat qilaman. Xudo xohlasa topamiz 14 dan 14 ta. Hop, Artificial Intelligence ekan. Endi bizda qanaqa savol turlari bor ekan? Bizda multiple choice bor ekan. Multiple choice bitta yaxshi tarafi qayerda savollarga javobni qayerda topishimiz berib ketgan bo'ladi o'zi. Misol uchun mana What is the writer doing in the first paragraph? Birinchi paragrafda nima qilyapti paragraf? Mana yozuvchi. Okay, second paragraph mana bu yerda. Fourth paragraph mana javob 4-chi paragrafda ekan, misol uchun. Bularni shu yaxshilab o'qib, yaxshilab tushunsak, topishimiz oson bo'ladi. Keyin bizda summary completion bor ekan, listdan. Wow, bu qiyinroq bu ozgina. Hop, endi bizda AI in government, medicine and law. O'sha hukumat, meditsina va huquq sohasidagi artificial intelligence ekan mana bu yerda. Endi bu qanaqadir passajdan chiqishi kerak. Lekin bitta passajdan chiqmasa kerak bu o'zi, chunki passajlar juda bitta paragraflar juda ham qisqa mana bu yerda. Mana bu yerda hop data science bor ekan, support advanced function, machine learning, neural networks. Mayli, bularga qaramay turamiz hozir. Agar qidiradigan bo'lsam hozir juda ham vaqtim ketib qoladi, okay? Faqatgina birinchi gapni o'qiyman xolos. Birinchi savolni o'qib olaman, chunki o'sha savolni o'qigandan keyin o'sha savol topsam paragrafdan o'sha o'qib ketayotgan paytimda qolgan savollardan javob chiqishi mumkin. Neural networks are a promising area of AI technology for governments. Hukumat uchun neural degani o'sha miya bilan bog'liq mana bu narsa. Agar eshitmagan bo'lsangiz, misol uchun aytaylik. Neural relating to the nerve or nervous system. O'sha nervous system, misol uchun aytaylik. Neural shunaqa narsa ham bor, Elon Muskning Neuralink degan miya bilan bog'liq qanaqadir chiplar qiladi, to'g'rimi? Shunaqa networklar deyapti. Government uchun o'sha sun'iy intellekt texnologiyalarini juda ham qanaqadir imkoniyat juda ham katta bo'lgan qismi, juda ham katta bo'lgan joyda. However, many politicians overestimate their capabilities. Juda ham ko'p politiklar, juda ham ko'p siyosatchilar ularning qobiliyatini juda ham overestimate degani o'zidan anaqa zo'r emas, lekin ular zo'r do'rar ekan ular, misol uchun. Overestimate degan ma'noda. O'zi aslida qobiliyati anaqa zo'r emas, lekin ular qanaqadir oshirib ekan qobiliyatini. Believing that the mere addition of a neural network will produce solutions. Ular ishonar ekanki, deyapti, shu yana ham mana bu neural networklar qo'shilsa deyapti. Will produce solutions, qanaqadir ular yechimlar ishlab chiqarar ekan nimalargadir va promote degani reklama qilar ekan. Nimanidir aytaylik, promotion qilib berar ekan, reklama qilib nimanidir tanitib berar ekan nimanidir. Okay, bo'ldi, yaxshi. Mana bu AI technology bilan neural network. Mana shuni eslab qo'yinglar bo'ldi. Neural network degan narsani. Chunki shu joyga kelsa, o'sha topgan bo'lamiz javobini o'tizda. Va bizga yes not kelgan. Yes not kelgan ham in order keladi har doim. 36, 37, 38, 39, 40 javob keladi. Shuning uchun faqatgina birinchi savolni ko'rib olsam bo'ldi. Birinchi savolni 36 ni. Chunki 36 dan avval 37 kelib qolmaydi-da bu yerda, tushunasizmi? Shuning uchun 36 ni ko'rib olsam, men qiynalmayman shu. 30 olmayman 37 ni. Stuart Russell, shunaqa odam bor ekan, qidiraychi mana bu yerda, qayerda bor ekan? Skim qilib turibdi. Stuart Russell. Hop, pastlarda bo'lsa kerak. Stuart Russell. Просто ismini topib olsam, o'sha yerdan boshlanadi ekan mana. Mana Stuart Russell mana yerda kelyapti. Stuart Russell. Highlight qilay. Hop, o'rtaroqda kelayotgan. Demak, o'rtadan boshlab boshlanar ekan yes or no kelgan, okay? Ya'ni shu paragrafga kelgunimgacha men, ya'ni men bu paragrafni o'qiyotgan paytimda yes or no kelganga qarashim shart emas ekan mana yerda. Okay? Qarashim shart emas ekan mana. Misol uchun Rodney Brooks deyapman bu yerda. Rodney Brooks mana bu yerda umuman boshqa odam,
ko'rasizlar, bir maketdan keladi mana shuning uchun mana passajda yarmidan kelgunimgacha men yes or not kelgunga qaramayman. Va 40 ta просто passage 3 ga ya'ni mana shu passage 3 ga subtitle qanaqa bo'ladi deyapti. Qaranglar, bilinglar farqini. Title demayapti. Bizda title bor o'zi. Sun'iy intellekt degan title bor. Subtitle degani o'sha sun'iy title bizga berilgan matnda umumiy ma'nosini o'sha nima haqdaligini aytadigan bo'lsa, subtitle uni ham bo'laklarga bo'ladi, misol uchun. Aytaylik, mayli, sun'iy intellekt. O'sha nimasi? Sun'iy intellekt yangiliklarimi? Sun'iy intellekt biz dangerlarimi, qanaqadir sun'iy intellekt imkoniyatlarimi, to'g'rimi? O'sha bitta katta narsani qismlarga bo'ladigan narsa subtitle bo'ladi, subtitr bo'ladi mana bu yerda. Shuning uchun shuni topishimiz kerak bunisi. Endi bu 40-chisiga eng oxirida javob beramiz. Eng oxirgi savol javob beradigan savolimiz 40 bo'ladi mana bu yerda. Okay? Ketdi, bo'lsa ishlaymiz. Hop, what is the writer doing in the first paragraph? Birinchi paragrafda yozish nima qilyapti? Men bu ABC'ni o'qimay o'tirmayman, chunki bular chalg'ituvchi menda, chalg'ituvchi bo'ladi. Belgilab qo'yibman mana bu yerda. Qanaqa bo'lsa bo'ladi mana buni. Mayli, xullas. O'qimayman mana bu yerda. Javoblarni o'qimayman, chunki bular chalg'itadi meni. 4 ta savoldan bittasi to'g'ri xolos-da. Faqatgina o'qiyman mana bu yerda. Ketdi, o'qiymiz. Hop, aytayapman bu yerda. In many countries in the West, hop, aytayapti. O'sha g'arbda juda ham ko'p davlatlarda hysteria about the future of artificial intelligence is everywhere. Hysteria degani может bo'lishi mumkin, qo'rquv bo'lishi mumkin, yoki shunga o'xshagan fikrlar bo'lishi mumkin. There seems to be no shortage of sensationalist news about how AI could cure diseases. There seems to be no shortage of sensationalist news. Aytayaptiki, qanday qilib sun'iy intellekt kasalliklarga davo topishi, odam innovatsiyalarini, ya'ni inson kishi qilayotgan innovatsiyalarni yana ham tezlashtirishi va insonlarda o'sha ijodiy qobiliyatlarini qanday qilib o'stirish haqida qanaqadir sensatsion xabarlar kamligi yo'q deyapman men, right? No shortage of sensational news. Bu degani bunaqa xabarlar juda ham ko'p. Ya'ni AI kasalliklarni ham davolashi mumkin ekan, misol uchun. AI odamlar fikrlashni oshirishi mumkin ekan, innovatsiyalar kuchaytirishi mumkin ekan. Shortage degani o'zi kam degani, kam. No shortage degani bunaqa narsa kam emas, ya'ni sensatsiya xabarlar ko'p deyapman men, okay? Just looking at the media headlines, просто mana bu o'sha videolar, keyin gazetalarda headline qaraydigan bo'lsak deyapti. You might think that we are already living in a future. O'ylash mumkin ekan, shu biz kelajakda yashayapmiz, where AI has infiltrated every aspect of society. O'sha biz shunaqa tushunishimiz mumkinki, deyapti, shu biz shunaqa kelajakda yashayapmizki, AI, ya'ni sun'iy intellekt har bitta jamiyatda har bitta turkumiga o'zi kirib borgan. Infiltrate degani kirib borish degani, yorib kirib borish degani. Doktorlik bo'ladimi, meditsina bo'ladimi, o'qituvchilik bo'ladimi, quruvchilik bo'ladimi, har bittasida AI bor deyapman men. Right? Endi ko'ramiz mana bu yerda 27 ni javobini. What is the writer doing in the first paragraph? Birinchi paragrafda nima qilyapti? Predicting the future impact of AI. Kelajakdagi impactini mana bu yerda. Kelajakda ta'sirini ko'rsatyapti AI'ni. Okay. Predict. Mana bu so'zga to'g'ramiz. Predict. Bu yerda bashorat qilyapti mana bu yerda. Bashorat qilib menimcha bu bashorat emas, bu allaqachon reality bu narsa o'zi. Describing a public perception of AI. Perception degani ko'rish degani, nazar degani. Perception. O'sha intellekti public, ya'ni ommaviy ko'rinishi, nazarini tasvirlash mana bu yerda. Nisam yo'q. Outlining some possible benefits of AI. Outlining some possible benefits of AI. O'sha sun'iy intellekti ba'zi o'sha mumkin bo'lgan benefitlari haqida gapiryapti. Ya'ni nima qanaqa foydalari borligi haqida. Yo'q. Bu yerda foydasi emas, bu yerda prosta xabarlar shunaqa deydi deyman bu yerda. Din o'qiychi highlighting the breadth of the influence of AI. Sun'iy intellekti influence, ya'ni ta'sirini highlight qilyapti mana bu yerda. Right? Mana bu so'zni ko'raylik, mana bu breadth degani. Qanchalik darajada kattaligi, qanchalik darajada sun'iy intellektni ta'siri kengligini highlight qilyapti. Rostdan ham shunaqami? Da, rostdan ham shunaqa. Qarang, chunki aytayapti-ku, sun'iy intellekt kirib bormagan soha qolmadi deyapman men. Shunaqa darajada rivojlanib ketdiki, sun'iy intellekt kirib bormagan soha qolmadi deyapman men. Chunki 27 ga rostdan ham to'g'ri ekan. Bilmasam bosib mana menda to'g'ri javob bo'lgan ekan. 28 da when discussing AI solutionism in the second paragraph, ikkinchi paragrafda shu AI shu solutionlarni shu yechimlarni muhokama qilib turib deyapti. The writer, yozuvchi aytdiki, nima qildi yozuvchi? Okay, ko'ramiz mana.
while it is undeniable, buni inkor eta olmaymizki, что AI has opened up a wealth of promising opportunities. Ya'ni sun'iy intellekt bizga juda ham ko'p imkoniyatlar ochganini biz rad qila olmasligida, it has also led to the emergence of a mindset that can be best described as AI solutionism. Va u AI solutionism degan qanaqadir mindsetni ham yaratibdi bu. Endi qanaqa mindset ekan bu? This is a philosophy that, bu shunaqa filosofiya, ya'ni bu shunaqa fikrki deyapti. Given enough data, agar biz unga yetarlicha ma'lumot beradigan bo'lsak deyapti. Machine learning algorithms can solve all of humanity's problems. Agar biz sun'iy intellektga yetarlicha ma'lumot bera olsak, xuddi shu ML da algoritmlar insoniyatning muammolarini yechib olar ekan, qanaqadir. O'sha qurg'oqchilikmi yoki o'sha ovqat yetishmovchiligimi aytaylik, misol uchun. Shunaqa problemalarni ham yechib olar ekan ML. But in fact, ammo deyapti. Instead of supporting AI progress, AI'da o'sha sun'iy intellekt progressini support qilish o'rniga deyapti. This mindset actually jeopardizes the value, jeopardize degani tushiradi degani ma'noda, tushirmoq. Something that may destroy it or call mana destroy, yo'q qilmoq yoki yo'qotmoq, misol uchun. Machine intelligence by disregarding important AI safety principles, o'sha sun'iy intellekt xavfsizlik prinsiplarini amalga oshirmagan holda va qanaqadir nima bo'ladi, sun'iy intellekt inson uchun qilish kerak bo'lgan qanaqadir unrealistic kutuvlar qo'yish orqali deyapti. Bu odamlar, ya'ni bu mindset deyapti, uni nima bo'ladi, shu machine learningni qiymatini yo'q qilish mumkin ekan deyapti. Ya'ni qisqa tushuntiradigan bo'lsam, odamlar shunaqa fikrda ekanki, что AI ularni hamma muammolarni yechib bera olar ekan deb o'ylar ekan hozirda. Lekin bunaqa narsa juda ham ko'p ishlab yuborish, juda ham katta qanaqadir kutuvlar qo'yib yuborish deyapti. Bu narsani normal orqaga tortish mumkin ekan mana bu yerda, right? Yomonlashtirish mumkin ekan vaziyatni ham. When discussing AI solutionism in the second paragraph, ikkinchi paragrafda aytib turib, the writer, yozuvchi aytibdi, points out a risk involved. Qanaqadir risk, qanaqadir shu yomon hodisa bo'lib qolishi haqida gapiryapti mana bu yerda. Xo'p, menga yoqdi shu javob. O'qiysiz yana ozgina. Chunki men risk debman bu yerda, jeopardizes the value. Lekin bu javob bo'lmasa kerak telefon bilan. Quloqqa yaxshi. Specifies its probable origins. Buni qayerdan kelib chiqqanligi haqida gapirdi. Qayerdan kelib origin degani kelib chiqish degani-da. Qayerdan kelib chiqqanligi haqida gap bo'ldimi? Yo'q, gap bo'lmadi. Mentions its chief supporters. Uni o'sha eng katta, eng tepasida turadigan supporterlar, ya'ni o'sha qo'llab поддерживать qilib turadigan insonlar haqida gapirdimi? Yo'q, bunaqa narsa gapirmadi. Weighs up some pros and cons. Yaxshi va yomon taraflarini balansda ushladi mana bu yerda. Rostdan ham shunaqami? Of course. Adashmasam-da, chunki mana bu yerda aytyapti. Promising opportunities. Bizga opportunity, ya'ni shu imkoniyatlar ochgan bo'lsa ham deyapti, qanaqadir mindset keltirib berdi, deyapti mana bu yerda. Uni biz aytaylik, shunaqa o'ylayapmizki, что agar biz unga yetarlicha data beradigan bo'lsak, u bizga muammolarni hal qilib berishi mumkin. Lekin ammo aslida bu AI insoniyatga qilish bo'lgan expectationlar orqali, shunaqa unexpected expectation qilishimiz orqali bu naborot yomonlashtirib yuborishi mumkin ekan bizda o'sha nima mashina haqida fikrimiz deb mana bu yerda. Xo'p, B bilan C aniq bo'lmaydi, yoki A yoki D da. Points out risk. Lekin qanaqadir risk, nimadir qanaqadir nima bo'ladi? Robotlar tili chiqib qanaqadir O'zbekistonda mana odam zot bilan kurashadimi, yo'qmi? Ha, shunga o'xshagan risk deb mana bu yerda. Weighs up some pros and cons. I don't know. Weighs up some pros and cons. Mayli, dioptrik hozirgacha. Hozirchalikka dioptramiz mana bu yerda. Points out the risk. This mindset actually jeopardizes the value of machine intelligence by disregarding important AI principles and setting our expectations about what AI can really do for humanity. A bo'lish mumkin ekan, A bo'lish mumkin ekan. Chunki bu deyapti, jeopardizes the value of machine intelligence. O'sha machine intelligence'ni qiymatini yo'q qilib yuborar ekanda, qiymatini yomonlashtirib yuborar ekan. Bu ham risk deb olsak bo'ladi-da, o'zini o'ylab qaraganda. Buni ham risk deb olsak bo'lar ekan. Bunda qani A bo'lar ekan mana bu yerda. Pros and cons. Xo'p, con lekin bu yerda
aniq kon haqida gapirmayapman, endi aniq narsa bo'ladi. Просто aytyapti odamlarga qilish kerak bo'lgan narsalarni tushiradi deyapti. Ko'proq machine intelligence, machineryda qiymatini tushirib yuboradi deyapti. Endi jeopardize bo'ladi, endi risk. Uchun ham to'liq kelmagan. Alright. Endi 29, endi fourth paragraph deyapti. 4-paragrafda. Xo'p, biz nechta paragraf o'qidik? 2ta paragraf o'qibmiz. Xo'p. Okay. Demak, 3-paragrafda menimcha informatsiya yo'q hech qanaqa. Nima tez o'qib qo'yamiz 3-paragrafda ham. In only a few years, AI solutions has made its way from the technology evangelist's mouth in Silicon Valley in California to the minds of government officials and policymakers around the world. Bir necha yil ichida deyapti, Silicon Valleydan chiqib bu dunyo bo'ylab juda ham ko'p policymakers, ya'ni shu qaror chiqaradiganlarni o'sha ofitsiallarga yoniga borib deyapti. The pendulum has swung from the dystopian notion that AI will destroy humanity to the utopian belief that our ethnic flavor is here. Aytadiki, dystopian notion that AI will destroy humanity to the utopian belief. Mana qaranglar, dystopian, utopian belief. Shunaqa narsalar bor ekan, deyapti, fikrlar bor ekan, deyapti. AI, ya'ni sun'iy intellekt bizni inson zotini yo'q qilishi ham mumkin ekan. Va deyapti, bizda algorithmic savior is here. Va bizda algoritmik bizni o'sha qutqarib qoladigan, bizni muammolarimizga yechim beradigan o'sha savior degani o'sha qutqaruvchi bu yerdaligi haqida yaxshi fikrlar ham bor ekan menda. Qaranglar, haligi fikrlar boshqacha ekan menda. 29 ga javob yo'q. Neural networks haqida gap ketmadi hali. Neural network haqida gap ketgani yo'q. Okay, o'qiymiz oxirigacha. Mana neural networks mana bu yerga gap ketyapti. Neural networks haqida. Yaxshi. 4-paragraf o'qiymiz. 4-paragrafda demak 30-savolimizga demak javob bor. 30-savol aytyapti. In the fourth paragraph, the writer suggests that many politicians, yozuvchi suggest qilyaptiki, ya'ni o'sha aytyaptiki, deyapti, juda ham ko'p politicianlar, ya'ni siyosatchilar nima qilish mumkin ekan. We are now seeing governments pledge support to national AI initiatives. Aytyaptiki, biz hozir ko'ryapmiz, guvoh bo'lyapmizki, juda ham ko'p hukumatlar o'sha milliy sun'iy intellektga bo'lgan mana bu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlayotgan mana bu yerda. Right? Pledge support degani o'sha qo'llab-quvvatlash. They make a serious promise that they will something. Juda ham serious optik qo'llab-quvvatlayotgan mana bu yerda. And compete in a technological race to dominate the burgeoning machine learning sector. Va o'sha government, ya'ni davlatlar bir-biridan o'taman deb turib o'sha machine learning da, ya'ni shu sohada bir-biridan o'taman deb turib juda ham texnologik mana bunda boryapti ekan mana bu race-da, poygada. While many politicians proclaim the transformative effects of the coming AI revolution, juda ham ko'p politician, ya'ni juda ham ko'p politiklar, siyosatchilar AI revolution, ya'ni AI revolyutsiyasi, sun'iy intellekt revolyutsiyasi, ya'ni shu revolyutsiya deganda o'sha narsa kerakda dunyoni o'zgartirib yuboradigan narsa. Sun'iy intellekt revolyutsiyasini effektlarini gapirayotgan bo'lsa ham deyapti. They fail to realize, ular shu narsani tushunmas ekanki, the complexity around deploying advanced machine learning in the real world. Ular deyapti, politiklar xuddi o'sha o'zlari gapirayotgan foydalarni, ya'ni sun'iy intellekt olib keladigan foydalarni haqiqiy hayotda qo'llash haqida bilmas ekan mana. Ya'ni shunaqa darajada kompleks, ya'ni qiyinligini bilmas ekanda deyapti ular. Ular aytayaptiki, juda ham zo'r bo'ladi deyapti, bu bilmas ekan qanaqa qiyinligini. The writer suggests that many politicians may have failed to appreciate the true potential of AI initiatives. Potensialni appreciate qilolmadi deyapti. Yo'q, bu narsani ifomasi yo'q. Labort ular potensialni ko'ryapti ular. Have misunderstood the function of a machine learning sector. Machine learning funksiyasini unutib qo'yibdi ular. Unutmabdi, noto'g'ri tushunibdi. Be unaware of the challenges of implementing national AI initiatives. Shu javobim to'g'ri bo'ladi mana bu yerda. Be unaware degani ular bilmaydi, ular xabari yo'q. They fail to realize. Ular bilmaydi ular hali. Challenges, complexity degani qiyinchilik degani-da. Challenge degani ham qiyinchilik degani mana bu yerda. Implementing degani deploying mana bu yerda, right? Deploy degani o'sha narsaga solib ko'rishga ma'noda, qilib ko'rishga ma'noda. Bo'ldi, 9 ga C bo'ladi javob. Bo'ldi, demak mana multiple choice bo'ldi. Okay. Yaxshi. Keyingi endi men neural network o'tdim mana bu yerda.
Xo'p, 1 2 3 4 5-chi paragrafga o'tdim. Endi mana shu 5-chi paragrafdan boshlab endi menga summary completion keladi mana bu yerda listdan. Yaxshi. Neural networks are a promising area of technology for governments. However, many politicians overestimate their capabilities. Juda ham ko'p politiklar ularning qobiliyatini juda ham osmonga olib chiqarar ekan mana bu yerda, uzunaqa bo'lmasa ham. Ular ishlar ekanki, что ko'proq neural network qo'shish yechim berar ekan ularga va nimanidir promotion qilib berar ekan ularga, okay. One of the most promising varieties of AI technologies are neural networks. AI texnologiyalarda o'sha eng rivojlanib borayotganlarning bittasi bu neural network ekan. This form of machine learning, bu machine learning formasi is loosely modeled on the neural structure of the human brain. Bu deyapti, inson miyasidan olingan ekan bu model berdi. Inson miyasidagi neuronal, ya'ni shu nerv strukturasi olingan ekan bu model. But on a much smaller scale. Ammo sal kichkinaroq yo'nalishda olingan ekan bu yerda. But what many politicians do not understand is that ko'p politiklar tushunmas ekanki, deyapti, adding bu degani mere addition deyman bu yerda. Adding a neural network to a problem, muammoga qanaqadir neural network qo'shish deyapti, will not automatically mean that you will find a solution. Solution topolmas ekan deyman bu yerda. Endi alright, mana bu yergacha o'qidik javobini. Endi promote nimalar topishimiz kerak bo'ldi. Similarly, adding a neural network to a system of government does not mean deyapti, hukumatga mana bunaqa network qo'shib qo'yish deyapti, it will be instantaneously more inclusive or fair. Bu inclusive, ya'ni shu inclusive language deb bizda qayda. If a price is inclusive, it includes all the charges connected with the goods or service offered. Ya'ni hammasi ichida bo'lgan narsa. Bitta narsaga pul to'laysizda, uni o'sha dastavkasi, qanaqadir buzilib qolsa garantiyasi hammasi ichida bo'ladi mana bu yerda. It doesn't mean it will be instantaneously more inclusive or fair. Qanaqadir governmentga, hukumatga qanaqadir tizim qo'shib qo'ysa, u birdaniga hammasini yecha oladigan yoki fair bo'lib qolmas ekan mana bu yerda. Xo'p. Endi mana bu yerda network will produce solutions and promote nimanidir promote qilish. Endi mana bu yerda so'zlardan topamiz buni. Mana bu yerda o'zim so'zlar bor mana bu yerda. More inclusive or fair. Fair degani o'sha chestly degani mana bu yerda. O'sha haqqona, right? And promote fairness bo'lsa kerak mana bu yerda. Believing that the mere addition of a neural network will produce solutions and promote nimani promote qilar ekan mana bu yerda. Nimani promote qilmas ekan. Reliability, ishonarlilik, funding, pul, skills, yo'q, prejudices, pride and prejudice, qanaqadir fikrlar, computers, equality, yes, and promote equality, framework, confidentiality, approval. Menga mana bu javob yoqyapti, F javobi juda ham yoqyapti menga. Promote equality, F berdim endi. Chunki mana bu yerda deyapti-ku, will not be fair deyapti mana bu yerda. Fair bo'lmas ekan mana bu. Fair emas, right? Fair emas mana bu narsa umuman. Ya'ni adolatdan emas deyapti. Bu yerda ham bular promote equality, adolatni promote olib chiqmas ekan deb mana bu yerda, right? Overestimate qilar ekan shuni. Yaxshi, okay, 30 bo'ldi. Endi mana 30 javobni topdik, endi 31 ga ko'ramiz mana bu yerda. Va esingizda tursin, yes no not keyingga hali qaraganim ham yo'q. Xotirjamman-da. Nimaga xotirjamman? Nimaga yes no not keying o'tib ketgani yo'qmikan demayapman. Chunki men belgilab qo'yganman mana bu yerda. Stuart Russell qaydaligini. Right? 31 keldik. Most public sector organizations juda ham ko'p shu mana publichniy organizatsiyalar deyapti. Have not set up o'sha boshlab qo'ymabdi yoki o'sha set up degani o'sha nimanidir aytaylik yo'lga qo'ymabdi. The necessary something to manage the huge amount of data required to enable AI to function. Sun'iy intellektda ishlash uchun juda ham ko'p kerak bo'ladigan o'sha informatsiyalarni hali yoqib qo'ymayapti mana bu yerda. Right? O'sha nima bo'ladi? Yoqib qo'yish uchun boshqara oladigan nimanidir kerakli bo'lgan nimanidir yoqib qo'ymayapti mana bu yerda. Qanaqadir ko'ramiz mana bu yerda. AI system needs a lot of data to function. Mana oxirgi gap mana bu yerda. Juda ham ko'p funksiya o'sha ishlash uchun deyapti, juda ham ko'p bunga informatsiya kerak sun'iy intellekt uchun. But the public sector typically doesn't have the appropriate. Ammo deyapti, public sektorlarda
bo'lmas ekan, nima bo'lmas ekan? Appropriate data, ularga to'g'ri keladigan informatsiya yo'q bo'lar ekan. Data infrastructure to support advanced machine learning. Advanced machine learning shu qo'llab-quvvatlash uchun infrastrukturasi kam ekan bu yerda. Necessary. Most of the data, ma'lumotlarning ko'pi remain stored in offline archives. Offline arxivlarda saqlanar ekan mana bu yerda dataning ko'pligi. Ya'ni bizda bo'ladi-yu, O'zbekistonda ham bor arxivlar. O'sha qog'ozda nimadirlar, olib borib qo'yib qo'yadi arxivlarda. Misol uchun aytaylik, o'shanaqa deyapman men. Internetda yo'q bunaqasi. The few digitalized of complex bureaucracy. Bureaucracy mana kelyapti o'zi mana bu yerda. Demak, javobimiz chiqibdi qachon? Qarang, chunki mana bureaucracy kelyapti, mana byurokratiya. Mana ham bureaucracy mana kelyapti. Javob okay, set up the necessary something. Kerak bo'ladigan nimani qilmabdi ular? AI systems need a lot of data function, but the whole system doesn't have appropriate, to'g'ri, kerakli data infrastructure to support advanced machine learning. Menga data deganlar kerak, right? Most public organizations have not set up the necessary reliability. No, bu emas. Necessary funding. Yo'q. Necessary skills to manage the huge amount of data required to enable. Necessary prejudices. No. Prejudice shunaqa kitob bordi, Pride and Prejudice degan. Ya'ni prejudice degani siz haqingizda odamlar boshqacha fikrdada, qanaqadir. Prejudice. Yo'q, unaqa emas. Yo'q. Men superstition haqida aytyapman adashmasam. Is an unfair or unreasonable feeling, opinion or attitude about a person. Bitta odamni yoki bitta narsani bilmasdan turib, u haqida qanaqadir fikr qilish prejudice bo'lar ekan bu yerda. Yeah. Cannot set up necessary prejudices, yo'q, lekin D bo'lmaydi mana bu yerga. Cannot set up the necessary computers, data infrastructure, computers, framework. Mana belgilamaganlarimda skills. Faqat belgilamayapti, qo'yganimda. Necessary approval, approval degani ruxsat degani. Bu yerda ruxsat bormi bu yerda? Data infrastructure. Offline-da, ya'ni kompyuter yo'qda bularda, kompyuterda emas, offline-da qog'oz bo'lib yotibdi. Bu degani mana framework deyman, i tushadi mana bu yerda. 31 tushishi kerak, 31ga i tushishi kerak. Ular hali kompyuterlar joylamagan, juda ham katta mana bu o'sha datani o'sha analiz qilib turishi mana bu yerda, right? Uchun 31ga i bo'ladi mana bu yerda. 32-savol. Complex bureaucracy is another issue. Kompleks mana bu yerda byurokratiya boshqa masala. As each person, har bitta odam involved, o'sha ishdagi har bitta odam needs something to access relevant data. O'sha o'ziga kerak bo'lgan datani, o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotni olish uchun nimadir kerak ekan ularga. Maybe approval bo'lishi mumkin mana shu yerga. Which is often spread across different departments. Juda ham ko'p departmentlardan bu narsa cho'zilib ketgan ekan mana bu yerda. The few digitalized sources of data exist tend to be buried in bureaucracy. More often than not, data is spread across different government departments that each requires special permissions to be accessed. Permission degani ruxsat degani bu yerda. Juda ham ko'p, ya'ni bitta narsani olishimiz uchun, biz u eshikka boramiz, bu eshikka boramiz, unga bir-birini, ya'ni bu departamentga ruxsat berishni kutib turar ekanmiz-da. Ya'ni bu yerda ham rostdan shunaqa deyapti. Mana bu yerda har bitta odamga nima kerak ekan? Needs approval. Approval degani o'sha ruxsat degani bu yerda. Permission bilan bir xil, mana so'z bilan. Mana approval bilan bir xil. Yaxshi, 32ni ham topdik. Xo'p, endi 33ni o'qiymiz. But the main problem is that asosiy muammo deyapti. Few public sector employees, juda ham kam shu public sektorda ishlaydigan ishchilar deyapti, have the something, nimasidir bor ekan, to take full advantage of machine intelligence. Juda ham kam ishchilarda shu machine intelligencedan foydalana olish uchun juda ham kam approval bor ekan, juda ham kam nimasidir bor ekan. Juda ham kam ishlarda bor ekan u narsa, right? Above all, the public sector typically lacks the human talent
with the right technological capabilities to fully reap the benefits. Qarang, reap the benefits degani foyda olish degan ham juda ham zo'r so'z, shuni yozib olishimiz kerak. Reap the benefits degani foyda olish. Machine intelligencedan foyda olish uchun xo'p, juda ham kam odamlarda nima bor ekan? Human talent. Few public sector employees have the talent with the right capabilities to fully reap. Yani juda ham kam odamlarda talent bor ekan mana bu yerda. Menda aytayapti, lack degani kam degani mana bu yerda. Public sektorda juda ham kam deyapti. Human talent, inson talenti kam deyapti. Ya'ni o'sha narsani rostdan tushunadigan o'sha mashinani, rostdan ham o'sha narsani ishlaydigan odam kam deyapti bu yerda. Have the something, few people have the reliability yo'q, funding yo'q. Skills bo'ladimi bu yerda? Skills. Framework, no. Confidentiality. Skills, human talent, confidentiality, no. Confidentiality, the state of keeping being kept secret or private. Private olish. 33 ga C yoqyapti menga, skills oyakmi? C yoqyapti menga. Juda ham kam odamda rostdan ham shu foydasini olish uchun skilllar, ya'ni yetarlicha ko'nikmalari bor deyapti-mi bu yerda? Bu yoqda ham. Right? Reap the benefits degani foyda olish degani bu yerda. Take advantage of. Take full advantage of. Yaxshi. Ikkita savolim qolyapti. 34 o'qib olaman. The medical profession experimented with an AI program. AI, ya'ni shu sun'iy bilan eksperiment qilib ko'rgan mana bu yerda meditsinskiy mana bu ishchi deyapti mana bu yerda. But medical experimented with an AI program, but their experts the medical expression experimented with an AI program. Ya'ni mana bu mediklar deyapti, sun'iy intellekt programmasini tajriba olib ko'ribdi, ammo ularning ekspertlari deyapti had little faith. Ularning ekspertlari juda ham ishonchi kam bo'lgan ekan unga. Ya'ni ishonmagan ekan. In it something, nimadirdadir. And the program was abandoned. Va bu programma yopilgan ekan. Nimadir ularga ishonch yo'q ekan-da, nimagadir. Maybe reliability bo'lishi mumkin mana shu yerda, A bo'lishi mumkin. Ishonchligiga demak ular ishonmagan ekan. Da o'qiychi ozgina. Endi qayda, mana paragrafdan boshlab, endi men yes no givenni ham boshlayman mana bu yerda. Yes no givenni ham qayda. Bittada ham buni qilib ketaman. Ya'ni bunga ko'zimni ochib turaman bunga ham. Men 34-35 kelib qolish mumkin. Ham yes no given qilib ketaman. Endi yes no givenni qayda 36 aytayapti. Stuart Russell's proposals, Stuart Russellning o'sha takliflari regarding the use of AI are impractical. Ya'ni o'sha sun'iy intellektdan foydalanish haqida takliflari impractical, ya'ni praktik emas. Haqiqiy hayotda qo'l kelmaydi deyapman men bu yerda. Yes bo'ladi, rostdan ham impractichni, mana bu haqiqiy hayotda ishlamasa bu narsa. Haqiqiy hayotda biz ishlata olmasak bu narsani. No bo'ladi, yo'q. Naborot foydali bo'lsa bu narsa. Impractical emas, practical, praktikni bo'lsa-da. Not given bo'ladi, bu narsa rostdan ham praktikni bilmasak bu narsani. Ops. Qayerga o'tib ketdik? Yep. Yaxshi, zo'r. Hop, for these reasons, shu sabablarga ko'ra, the sensationalism over AI has attracted many critics. Shu sabablarga ko'ra, o'sha sensatsion nima bu yerda qaralgan fikrlarga juda ham ko'p attakalar kelibdi bu yerda, kritikalar. Stuart Russell, a professor of computer science at the University of California, Berkeley, shu Kaliforniyadagi mana bu computer science professori deyapti, has long advocated a more sensible and realistic approach. Anchadan beri o'sha ishonarli va realistik qanaqadir yo'l yuritgan ekan, that focuses on simple everyday applications of AI. Har kunlik o'sha AI ishlatilishi mumkin bo'lgan holatlarga fokus qilgan ekan. Instead of the hypothetical takeover by super intelligent robots. Qanaqadir super intelligent nima bu yerda robotlar ham misol uchun aytaylik. O'shaqalar haqida hypothetical qanaqadir fikrlash bo'lmagan ekan bunda. Oddiy o'sha har kungi ishlatish mumkin bo'lgan narsalar haqida fikr bildirgan ekan men bratimiz. Mana narsalar haqida. Yep. So similarly, in the Rodney Brooks with it ham yerda 36 ko'ramiz. Stuart Russell's proposals regarding the use of AI. AI haqida, AI dan foydalanish haqida uni takliflari impractical, praktik emas, ya'ni haqiqiy hayotda ishlatib bo'lmaydi deyapti. Bu yerda lekin naborot aytayapti, to'g'rimi? Umuman kerak bo'lmagan narsani o'tishdan ko'ra bu har kungi everyday applications deyapti. Har kun ishlatish mumkin bo'lgan bular simple applicationlar qilibdi deyapman bu yerda.
simple va mana realistik ham ekan bular. Javob shuning uchun no bo'ladi. Chunki mana bu impractical deyapti, praktik emas, ishlatilib bo'lmaydi deyapti. Bu yoqda realistik mana bu yerda ishlatsa bo'ladi degan mana bu yerda. Okay? Yaxshi. 37 dan o'qiymiz. Lekin 30 ga kelmadi mana bu yerda. Your scores haqida gap ketdi mana bu yerda. 37. Rodney Brooks' view, Rodney Brooks'ning fikri has attracted unfair criticism from the supporters of AI. Aytadiki deyapti, Rodney Brooks'ning fikri AI, ya'ni sun'iy intellektni podдержка qiladigan insonlardan qanaqadir unfair, ya'ni fair bo'lmagan, ya'ni adolatsiz qanaqadir kritika olibdi, ya'ni o'ziga qanaqadir kritika orttiryapti deyapti mana bu yerda. Yes, bo'ladi rostdan ham AI ni podдержка qiladigan odamlar uni kritika qilib yuborgan bo'lsa, right? Qanaqadir unfair bo'lgan bo'lsa, ana nohaqdan nohaq, ya'ni uni gapini eshitmasdan turibmi yoki qanaqadir uni gapini tushunmasdan turibmi kritika qilib yuborgan bo'lsa, yes. No bo'ladi yo'q, kritika olmagan. Yoki kritika olgan bo'lsa ham unfair emas, u fair onasi. Nimadir qildi, nimadir yomon ish qildi, shunga yarasha u kritika oldi. Fair da endi onasi, bu yerda unfair deyapman men. Unaqa bo'lmasa not kim. Okay, o'qiymiz oxirigacha. Similarly, Sydney Brooks, professor of robotics at Massachusetts Institute of Technology, writes that almost all innovations in robotics and AI take far longer to be really widely deployed than people in the field and outside of the field imagine. Aytadiki, shu sun'iy intellekt yoki sun'iy intellektdan tashqaridagi odamlar o'ylagandan ham ko'proq vaqt kerak ekan mana bu robotlar va sun'iy intellekt qiladigan innovatsiyalar hayotga kelish uchun deyapman men. Ya'ni bu degani odamlar o'ylar ekanda, shu va sun'iy intellekt bilan aytaylik, misol uchun o'ylash mumkin, 2 yil ichida aytaylik qanotimiz chiqib uchib ketishi mumkin ekan deyish mumkin. Lekin ular o'ylaganchalik unaqa oson emas ekanda bu ish. Ular o'ylaganchalik oson narsa emas ekan bu narsa. Вообще oson emas ekan bu. Ekran qiyshroq emas mavzuyda. Ekran juda qiyshiq o'xshab ko'rinyapti menga. Qiyshiq emas menimcha. Tak нормально adashmasam. Ekran normal, qiyshiq emas adashmasam. Okay. All right. Okay. All right. Yaxshi, zo'r. Hop. Endi bu yerda qanaqadir qaranglar. Ataka oldi deyapman bu yerda. Right? Qanaqadir unfair, ya'ni adolatdan bo'lmagan kritika oldi o'ziga kritika oldi degan informatsiya haqida gap bormi bu yerda? Yo'q, bu yerda unaqa gap yo'q. Shuning uchun men not kelib turaman. 38 o'qiyman. Nowadays, shu kunlarda the need to protect AI systems, shu sun'iy intellekt tizimlarini protect, ya'ni asrashga bo'lgan sabab, asrashga bo'lgan ehtiyoj deyapti, is always taken into account when they are set up. Har doim o'sha sun'iy intellekt sistemalari tuzilganda deyapti, ularni asrash uchun bo'ladigan qanaqadir ehtiyoj ham o'sha odamlar tomonidan ko'rib chiqilar ekan. Ya'ni просто tak mana AI deb turib ular olib chiqib ketaolmas ekanda AI-da, ya'ni просто tak qo'llab qo'ymas ekan mana bu yerga. Albatta uni o'sha xavfsizligini inobatga olib keyin chiqarar ekan. Yes, va rostdan ham shunaqa odamlar shunaqa fikrlar bo'lsa dastavval, ya'ni xavfsizligi haqida fikrlari bo'lsa buni, no bo'ladi yo'q. Haligi xavfsiz bo'ladimi, xavfli bo'ladimi, uni haqida o'ylamasdan sirali chiqaversa bu narsa. Not keyin bo'ladi bunaqa haqida gap ketmagan bo'lsa. One of the main difficulties in deploying machine learning systems is that AI is extremely susceptible to adversarial attacks. Sun'iy intellekt deyapti adversarial, ya'ni juda ham qanaqadir nima bo'ladi? Bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan insonlar tomonidan qilinadigan attakalarga juda ham susceptible, ya'ni ehtiyojlik baland deyapman men. Bu nima aytadi? This means that a malicious AI, ya'ni malicious ya'ni shunaqa botlar bor, bilasizmi? O'yin o'ynaganda shunaqa deyapman men. Qanaqadir nima bo'ladi? Yomonroqda qarang, malicious nima aytayapti? That they are intended to harm people or their reputation. Insonlarga zarar keltiradigan AI deyapman men. That a malicious AI, ya'ni bilasiz, sun'iy intellekt ham yaxshi yomon bo'ladi, to'g'rimi? Yaxshi ma'noda ishlatadigan bo'ladi, yomon ma'noda ishlatadigan bo'ladi. Yomon ma'noda, ya'ni odamlarga ziyon keltiradigan AI deyapti, can target another AI to make it behave in a certain way. Korchi bitta sun'iy intellekt yomon, ammo sun'iy intellekt yaxshi. Ammo yomon sun'iy intellekt ham yaxshi sun'iy intellektni ham boshlab ketishi mumkin ekan yomon yo'llarga. Such as forcing it to make wrong predictions. Unga noto'g'ri prediction qilish mumkin ekan. Many researchers have warned against the rolling out of AI without appropriate security standards and defense
mechanisms. Juda ham ko'p tadqiqotchilar deyapti shu AI ishlab chiqarishda standartlari, xavfsizlik standartlari va defense, ya'ni o'sha himoya mexanizmlarini ham qilib qo'yish haqida bizni ogohlantiribman bu yerda, right? Ya'ni shunaqa narsalarni qilma debman bu yerga. Ammo deyapti hozirgacha ham deyapti AI security remains an often overlooked topic. Hozirgacha ham deyapti sun'iy intellekt securities, ya'ni sun'iy intellektni o'sha security deganda xavfsizligi deyapti mana bu yerda overlook topic degan. Overlook degani odamlar uchun qaramaydi u narsaga. Bo'lar deb qo'yadi mana bu yerda. When machine learning systems are installed. O'sha sistemalar install qilib qo'yganda, ya'ni o'sha kompyuterlarni qo'yganda ular mana AI haqida o'ylab o'tirmas ekanda, bular o'zi yaxshimi, yomonmi, bular zarar keltiradi, zarar keltirmaydi degan ma'noda. Bu yerda lekin aytibdi, the need to protect AI systems is har doim deyapti mana. Har doim ko'rib chiqiladi deyapti. Ya'ni bularni xavfsizligi har doim ko'rib chiqiladi deyapti mana bu yerda. Inobatga olinadi. Lekin bu yerda unaqa emas, inobatga olinmaydi. Overlooked deyapti. Overlooked degani odamlar просто tak bo'lar deb turib tashlab qo'yadi-da, u narsaga qaramaydi misol uchun. Shuning bunga javob 38 ga javobim no bo'lar ekan, mana bu yerda. 39. In order to benefit from AI and minimize the harms, AI dan qanday aytayapti? Sun'iy intellektdan foyda olish uchun va harm, ya'ni mana bu o'sha harm degani endi bilamiz, zararni kamaytirish uchun deyapti. We have to explore people's concerns about its use. Biz odamlarni qanday qilib o'sha AI dan foydalanish haqida concern degani qo'rquv, right? Qo'rquvlarni biz ko'rib chiqishimiz kerak deyapman bu yerda. O'rganib chiqishimiz kerak, o'rganib chiqishimiz shart deyapman bu yerda. Yes bo'ladi, rostdan ham biz odamlarning qo'rquvini o'sha qo'rquv va qanaqadir concern, endi qo'rquv emas, qanaqadir xavotirni, odamlarning xavotirini o'rganib chiqishimiz, rostdan ham o'rganib chiqishimiz kerak bo'lsa yes. Yo'q, o'rganib chiqishimiz shart emas bo'lsa no. O'rganib chiqishimiz kerakmi, kerak emasmi, bunaqa qanaqasi informatsiya yo'q bo'lsa, aytaylik, nima keyin bo'lar ekan. If we are to reap the benefits and minimize potential harms of AI, AI'ni potensialni mana bu yerda zararlarini yo'qotadigan bo'lsak, deyapti, yo'qotmoqchi bo'lsak, we must start thinking about how machine learning can be meaningfully applied to specific areas of government. Biz deyapti machine learning o'sha machine learningni government, ya'ni hukumat, biznes va jamiyatning qanaqa joylariga o'sha ma'noli tarzda olib kirishimiz haqida o'ylab ko'rishimiz kerak deyapti. This means that we need to have a discussion. Biz discussion qilishimiz kerak, ya'ni fikrlashimiz kerak deyapti about AI ethics and distrust that many people have towards machine learning. Odamlarda shu machine learning haqida bo'ladigan qanaqadir ishonchsizliklarini biz nima deyapti, ko'rib chiqishimiz va uni ustida gaplashib o'tirishimiz kerak deyapman bu yerda. Xo'p. Explore people's concerns about its use. Odamlarning xavotirini ko'rib chiqishimiz kerak, explore qilishimiz kerak. Yes. Menimcha no, yes, javobim yes. Odamlarda o'sha undan foydalanish haqida xavotir. Endi xavotir deganda distrust ham bo'ladi, chunki odamlar ishonmaydi unga, to'g'rimi? Odamlar ishonmaydi u narsaga. Ishonmaganligi uchun ham bu narsalarda biz odamlarni nimaga ular ishonmaydi, nima sababdan ishonmaydi, o'shani ko'rib chiqishimiz kerak deyapman men yerda. Xo'p, yes or no bilan bo'ldi bizda. Xo'p, men ham multiple choice ham bo'lgan. Xo'p, men bundan ikkita savol qolgan bu yerda. Xo'p, meditsina sohasida ko'rishimiz kerak bu narsani pastda. Most importantly, we need to be aware of the limitation of AI and very scientific and personal. Okay. The medical profession keldi. Has also recognized the drawbacks to AI. The IBM Watson for Oncology program was a piece of AI that was meant to help doctors treat cancer. Shunaqa AI bo'lgan ekan va bu AI deyapti doktorlarga saratonni davolash uchun qilingan ekan. Even though it was developed to deliver the best recommendations, eng zo'r rekomendatsiya, eng zo'r takliflar qilish uchun yaralgan bo'lsa ham deyapti, human experts, odam o'sha doktorlar deyapti, found it hard to trust mana. O'sha mashinaga, o'sha sun'iy intellektga ishonishni juda ham ishona olmabdi-da, deyapman bu yerda. Ishonish qiyin kechdi ularga. Shuning uchun mana reliability deyman bu yerda. Confidentiality framework produce mana A bo'ladi mana bu usturga. Mana had little face degani
Faith degani o'zi ishonmoq degani-da. Ishonmoq. Little degani kichkina, juda ham kam ishonch bo'lgan ekan bu yerda. Va bu programma abandon bo'lgan ekan. Va 35 oxirisi. US courts also abandoned the use of algorithms. O'sha AQShdagi courtlar, ya'ni shu sudlar deyapti, algoritmlardan voz kechibdi. When it was found that this reflected and magnified bular deyapti, reflect and magnified qildi the existing within the legal profession. O'sha legal mana bu yerda professionda ishlayotgan insonlarda existing avvaldan mavjud bo'lgan nimalarni просто так qaytarib berdi-da bu yerda. Просто qaytarib reflect qilib qo'yibman bu yerda. O'zgartirmabman bu narsani. Similar difficulties arose in the legal domain when algorithms were used in courts in the US to sentence criminals. An algorithm calculated risk assessment scores and advised judges on the sentencing. The system was found to amplify structural racial discrimination. Aytayaptiki, bu yerda structural, ya'ni strukturaga tayinlangan diskriminatsiya qilib qo'yibman bu yerda mana bu AI'lar, ya'ni discrimination racial degani o'sha irqqa, ya'ni o'sha qora odamlarga yoki masalan ko'zi qisqa qanadir Asianlarga ham so'rasa, shunaqa qanadir irqiy qanadir diskriminatsiya qilishni topibdi mana bu yerda va bu narsani aband qilib qo'yibman bu yerda. It was found that this reflected and magnified the existing something. Existing avvaldan mavjud bo'lgan nimadir. Avvaldan mavjud bo'lgan nimani? Xo'p, funding bo'la olmaydi. Funding degani shu pul berib, qanadir pul sarmoya qilish mana bu yerda. Existing framework. Prejudice bo'lishi mumkin. Chunki prejudice deganini ko'rdik. Biror odamni ko'rmasdan avval uni haqida yomon fikrda bo'lib olish. Confidentiality bo'lmaydi bu narsa, lekin o'sha maxfiylik mana bu yerda. Lekin framework bo'lishi ham mumkin-da. Framework degani qanaqa tizim degani ham yerda. An essential supporting structure of a building, vehicle or object. Structure underlying system mana. Sistema qanaqa tizimi mana bu yerda. That this reflected and magnified the existing framework within the legal profession. O'sha professiyadagi avvaldan bo'lib turgan o'sha frameworkni aniq qildi deyapman men yerda. Da menga framework yoqyapti, framework. G yoqyapti menga, G yoqyapti men yerda. G Python yoqyapti menga. Ya'ni G javobim yoqyapti men yerda o'zimni. Xo'p, bo'ldi, demak mana buni ham qildik. 35 ham tugadi. Xo'p, demak 10 savolga javob berib bo'ldim va hali dars boshlayotgandaqa eng oxirgi qiladigan ishimiz bu nima edi? 40 ta savol javob topib qo'yish. There are some crucial lessons here for everyone aiming to boost investments in national AI programs. This example demonstrates that there is no AI solution for everything. Har bitta narsaga ham javob bo'ladi. Second, using AI simply for the sake of AI may not always be productive or useful, and not every issue is best addressed by applying machine intelligence to it. Shunchaki AIda turib ishlatib olishimiz ham bizga foydali bo'lmasligi mumkin ekan va har bitta sabab ham deyapti o'sha sun'iy intellekt bilan qilib bo'lmas ekan deyapti. All solutions come with a cost and not everything that can be automated should be. Har bitta yechimlar deyapti o'zini qanaqadir o'sha cost, ya'ni pul bilan qanaqadir nimadir Alex bilan kelar ekan va nimani biz automated qiladigan bo'lsak, u narsa automated qilish kerak degan emas ekan bu yerda. Endi sabtorda ko'ramiz bu yerda. How to make the most of what AI has to offer. AI dan eng zo'r foydalanish. Qanday qilib AI dan eng zo'r foydalanish? Make the most of. Yo'q. What AI may not be answered to our problems. AI problemalarimizga nimani qanaqa o'sha javob bera olmasligi mumkin. Why AI may not be answered to our problems. Nega AI bizning muammolarimizga yechim bera olmasligi mumkin ekan? Xo'p, shu bejavob yoqyapti menga. Why government should not invest? Nimaga AI ga investitsiya qilmasligi kerak? Yo'q, bunaqa narsa informatsiya yo'q. How AI could improve the efficiency of public? Yo'q, bu juda ham haligi qaysi paragraf haqidagi gapda, bu umumiy gap emas bu narsa qayli. Xo'p, D ham C ham bo'lmaydi, yoki A yoki B da. A yoki B. How to make the most of what AI has to offer? Nima qilishimiz kerak-ku, что biz AI dan maksimal foyda oladigan bo'lsak? Yo'q, bunaqa narsa yo'q-da. Baribir ham B menga to'g'ridek ko'rinyapti menga, ko'zimga to'g'ri ko'rinyapti. Bo'ldi guys, bo'lmasa mana sizlar bilan mana passage 3 ta qilib qo'ydik. Passage 3 ta javoblarni topdik. Endi buni tekshirgan vaqtim keldi. Va hop. O'ylayman, что bu narsa hamma so'r chiqsa kerak deb o'ylayman. Tekshiramiz. Wow, 3 ta xato bor ekan bizda.
Yaxshi, ko'ramiz. Demak, 27 ta xato bor ekan o'sha multiple choice. Keyin adashmasam bu bittasi summary completion xato bor ekan. Mana bunda. Okay, ko'ramiz. 27 ga D beribman, B bo'lish kerak ekan bu yerda. Highlighting the breadth of the influence of AI, describing about public perception. Public perception deyapman bu yerda. In many countries, hysteria about the future. Hysteria. Mana shu so'z bilmaganligim uchunmikin, hysteria. Shuni ko'raychi mana shu so'zni. Hysteria. Hysteria is broadly defined as unmanageable emotional excess, panic, or temporary state of frenzied fear. Okay, interesting. That's interesting. Just looking at the media landscape, I think that we are living in the future. Biz qanaqa o'ylashimiz haqida aytyapti mana bu yerda. Okay, yaxshi. It's fair. It's fair. Chunki mana bu yerda qanday qilib turib deyapti. Prosta tak mana bu gazetalardan yoki o'sha videolardan ham misol aytaylik. Shulardan qarab turib AI qanaqa darajaga kelib qolganligi, qanday qilib turib o'sha jamiyatning har qanaqa burchagiga kirib qolganligini ko'rishingiz mumkin deyapti. Menimcha shuning uchun ham mana bu yerda public sector degan mana adashmasam. That's why, I guess. There. Okay, I'll give it to him. Keyin mana bu yerda ikkinchi xato. 31 da E degan ekanman, G bo'lar ekan mana bu yerda. 31. E. Most public sectors organizations have not set up the necessary framework to manage the huge amount of data required. Necessary computers. Mana computers haqida ma'lumot yo'q rostdan ham, mayli. Network haqida ma'lumot bor. Bureaucracy. Machine learning. Machine haqida bor, lekin mana yerda kompyuter haqida gap yo'q. Qaranglar, voy mana bu chalg'itganini qaranglar mana. O'zi rostdan ham o'ylab qarasangiz kompyuterda bo'ladi-da u narsa. Rostdan ham o'ylab qarasangiz kompyuterda ichida yashaydi o'sha narsa. Kompyuterda ichida bo'ladi mana shu AIlar. Lekin bu yerda aniq mana bu yerda aniq kompyuter deb ketmagan-da u narsa, qaranglar. Mantiqan jihatdan men chalg'ityapman bu yerda. Chalg'ituvchi javob. Framework mana bu yerda. Necessary framework. Va shuning uchun mana bu yerda framework 35 ga ham framework qilganman, bu ham xato chiqqan. Va 35 ga hali o'zim aytganimdaqa D. Mana bu yerda D qaysi edi? D javob prejudices da. Hali ko'rdimmi? Prejudice framework. Birinchi o'zi o'ylagan to'g'ri chiqqan ekan mana bu yerda. Shu prejudice mana aytaymi mana bu yerda? Racial discrimination mana bu yerda. O'sha irqiy diskriminatsiya qilish. Bu o'sha haligida. Prejudice ga to'g'ri kelgan mana bu yerda. Nima bo'lgan bo'lsa taqdirda ham qaylar 14 tadan 11 ta topibmiz. Atak normalniy. Normalniy. Endi bu yerda tarjima qilib, boshqa qilib, shuning uchun sal video davomi o'zgarib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin tushundinglar mana. Xato qilgan taqdirimizda ham biz farqi yo'q. Odam ham xato qiladi har doim ham. Shoshilgandan xato qilgan bo'lishi mumkin, boshqa qilgan bo'lishi mumkin. Tak normalniy. 14 tadan 11 ta mana bu yerda faqatgina xato qilgan taqdiringizda ham bo'ldi. Shunaqa sizda mindset bo'lishi kerakki, voy, mana xato qilib, bitta xato qilibman, ikkita xato qilibman, 10 ta xato qilibman, hammasi xato qilibman. Bo'ldi, keyingisiga o'taman turib, srazi keyingisiga o'tib ketmasdan, nimaga o'zi xato qildim? Mana bu yerda nima gap berilgandi, men nimani ko'rdim, misol uchun. Ya'ni odam shunaqa bo'lishi kerak-da, xato qildingizmi, farqi yo'q. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, nechta xato qilgan taqdiringizda ham ko'rib, nimaga shular xato bo'lgan va qanday to'g'rilash mumkin deb turib, o'shalarni tagiga yetmaguncha tugatmaslik kerak-da u narsani, okay? Bugun ham sizlar bilan shu narsani o'rgandik. Va shu bilan hop jump into kirayapman bu yerda. Jump into test 2 ga kiradigan bo'lsam, hop jami 36 topgan ekanman bu yerda. Hop passage 1 dan 13 ta topdim kecha. Bugun 13 ta topdim. Kecha passage 2 ni ishlagandan bitta xato topganman mana bu yerda. Bugun passage 3 dan 3 ta xato. Jami 4 ta xato ekan. 8, reading 8. Yeah, I mean it's anything, you know. It's something at least. So yeah, mayli guys, bo'lsam hammaga rahmat ko'rganlar uchun. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lardim. Va keyingi safar sizlardan xohlayman, agar shu qachondir xato qilib qo'ygan bo'lsangiz, reading ishlatgan paytingizda har doim xatoni analiz qilib, nimaga aynan o'sha xato bo'ldi, nimaga nima qilsam qilishim mumkin edi-yu, o'shaqa qilganda shu xatoni qilmasdim degan narsani bo'lishi kerak sizlarda, okay? Shunaqa narsani olib turib, misol uchun aytaylik. Keyingi safardan shunaqa qilinglar, okay? Mayli, ham bo'lmasa hammaga katta rahmat. Sog' bo'ling, sog' bo'linglar.